Salom do'stlar. Bugun biz boy va kambag'al o'yinini o'ynaymiz. Unda bo'lmasam qani ketdik. Mana bu. Bugun sanırım qoraychi. Hech qanday yo'q ekan. Soatchi. Bugun bor. Soatim vaqt kam qoldi. Borish kerak. Yugurolmayman. Tez. Boy aka ish bormi? Bor, qandaysan? Yaxshi. Qara, mana shularni artib chiqasan. Faqat 4 tagina zumrad beraman. Mayli, ovqatim bering, ovqatim kam qoldi. Kam ovqatim qolmabdi-ku. Ovqatim yo'q ekan. Mayli. Mayli. Men nerlarda bo'lay? Bo'lmasa men arta beraman. To'xta, mana yerda ovqat bor ekan. Nima yeysan? Steak bering 2 ta. 3 ta bering. Bugun ishlarni qilib bo'lsang, senga zumrad beraman. Qochishni xayolingga ham keltirma. Steamerni qo'yaman. Bo'p qoldingmi? Men Kunlikding bir ishlagam yo'q. Nega uryapsan? Matematikani bir paketdan keyin shunga o'ryapman. To'rtta bo'ldi. Davay bor, ertaga ham kel. Men ham uxlay qolay. Hozir uxlab olay.